Assalomu alaykum hurmatli bizni Instagram orqali kuzatib boruvchi obunachilar, mana xon taxtamiz zakazida tayyorlab berdik. Bitta opamiz Instagramdan ko'rib ertalab zakaz qiluvdi. Mana bugun necha bo'ldi xon soat? 5:30. Mana 5:30 ga tayyorlab berdik. 1 metrga 1.20. Taylarni ko'tarib qo'ying-da. Mana beldamchilari bor, yaxshi panerkada qilganmiz. Temirlar ko'rib, mana oyoqlariga ham temirlar ko'rib, bolt gaykalarni qatirganmiz. Mana qo'yaring. Bu xon taxtamiz razmeri 1 metrga 1.20. Pul 250 ming. Mikrorayondan opamiz zakaz qildi. 50 ming dastavkasiga. Mana bu xon taxtamiz 90 ga 1.30. Bitta opamiz kecha bozorda zakaz qiluvdi. Dastavka qilib berasizlarmi dedi. Qayga desam, ikkinchi anjanga dedi, o'zimizning mahallamiz ekan. Dastavka qilib beramiz deb bu opamizdan dastavkaga pul olmayapmiz. Mahallamiz ekan. Tashlab beramiz hozir, mana mashinamiz ham tayyor.